Assalomu alaykum. Mana hozir biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'takan fe'dagi 108-konturda amalga oshirilayotgan o'sha kartoshka yetishtirish loyihasidamiz. Bu yer maydoni 10 gektardan iborat bo'lib, hozirgi kunda kartoshka mahsulotlari ekilgan. Mana ko'rib turganlaringdek, hozir odamlar ishlayapti bu yerda. Yerlar mana kartoshka mahsuloti agrotexnik tadbirlari olib borilgan. Bu yerda mana suv joy sug'orish tizimi yaxshi, bitta latoy bor. Hozirgi kunda ushbu yer maydonida ajratilayotgan turgan kartoshka mahsulotlarini Vodiy Ziyo Faiz xususiy korxonasi tomonidan agregator sifatida biriktirilgan. Bu yerda mana 10 gektar bo'ladigan bo'lsa, har bir gektaridan 20-25 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Mana hozir hosillarimiz gullagan, odamlar ham ishlayapti. Mazkur yer maydoni mana ikkinchi ekr sifatida kelgusida kartoshkani yetishtirib olib, bu kartoshka mahsulotlarini 3 oy davomida yig'ib olinsa, bundan keyin ikkinchi hosil sifatida yuqori daromad keltiradigan mahsulot ekishni rejalashtirilgan. Mana hozir ko'rib turganlaringdek, bu yer maydonida ishlar faol olib borilmoqda.